Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan falsafada ong muammosi, falsafiy antropologiya, ya'ni inson falsafasi haqidagi mavzuyimizni ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Bunda aynan Sharq va G'arb falsafasidagi inson muammosi haqida, falsafa hamda tibbiyotdagi o'lim muammosi haqida hamda inson borlig'idagi faoliyatning tuzilishi hamda atributlari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerakki, albatta, Sharq hamda G'arb falsafasida ong haqidagi tushunchalar uzviy jihatdan bir-biridan farq qiluvchi jihatlar mavjudki, chunki aynan o'tgan safargi darsimizda aytganimizdek, har bir insonda individual ong o'zgacha shakllanadiki, bunda muayyan guruhda yoki elatda, millatda ba'zi bir jihatlar bilan bir-biridan farq qiluvchi jihatlar bor. Masalan, ayrim millatlar haqida gapirilayotgan paytda ularni bir agressivroq ekanligi yoki qo'polroqligi haqida aytilsa, boshqa bir millat haqida aytilgani, masalan, yaponlar haqida gapirilgan paytda bilamizki, yaponlarda o'zini hurmat qilgan odam oldin uzr so'raydilar. Shuning uchun ko'ramizki, aynan yapon millatiga mansub insonlar bir-biridan uzr so'rayotgan holatlarda ikkalasi ham imkon qadar tezroq, ya'ni oldinroq bir-biridan uzr so'rashga harakat qilayotgan holat yuzaga tashlanadiki, shuning uchun nafaqat bu shaxsda, balki ma'lum bir millatda yoki ma'lum bir sinfni shakllanish jarayonida ham bu narsa shakllanadiki, bu narsani shakllanishda albatta davlatda mavjud bo'lgan bir shakllanish jarayonidagi ma'naviy dunyo ham unga o'ziga xos ta'sir etadiki, odatda bu narsa, masalan, boshiga juda ko'p og'ir holatlar tushgan yoki qiyinchilikdan o'tgan millatlarda o'ziga xos bir og'ir holat sifatida ko'rinadigan bo'lsa, aksincha rivojlanish kuchli bo'lgan yoki nisbatan mo'tadilroq rivojlangan davlatlarda esa bu holat yaxshiroq holat sifatida qiyoslashimiz mumkin. Albatta, bu narsa nisbiy tushuncha sifatida ko'rsatilsa ham, lekin buni aynan mana shu omil millatlar haqida aytilayotgan paytda ulardagi har bir millatni individual ongi haqida umumiy xususiyat sifatida ham ko'rsatib o'tiladi. Albatta, ijtimoiy ong bilan individual ong o'rtasida farq mavjud, lekin individual onglarning shakllanishi natijasida xalqning ijtimoiy ongi ham umumiy jihatdan shakllanadiki, bunda ma'lum bir taraqqiyot bosqichlaridan o'tish jarayoni ularni mana shu qonuniyatlar natijasida shakllanishi jihatdan ham izohlab o'tiladi. Odatda onglarni biz, masalan, odatiy ong hamda nazariy ong sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Odatiy ong qanday shakllanadi? Bu narsa, masalan, ba'zi bir jarayonlarda insonlarni to'satdan paydo bo'lib qolgan hayotiy tajribalar natijasi. Ya'ni har bir insonni hayoti, masalan, hammaniki bir xil emas. Ma'lum bir inson ko'rgan bir turmush jarayonidagi yoki mehnat faoliyat jarayonidagi holatlar boshqa insonlar tomonidan ko'rilmaydi yoki xuddi shunday ba'zi bir insonlarni ko'radigan qiyinchiligi boshqa bir insonlar tomonidan boshqacha tarzda, masalan, kimdir miya bilan faoliyat olib boradigan bo'lsa, kimdir esa qo'l mehnati orqali faoliyat olib boradiki, shu jihatdan bu odatiy ong har bir shaxsda o'zini faoliyati jarayonida shakllanadigan jihat hisoblanadi. Nazariy ong esa albatta nazariyatchilar yoki olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bir nazariyalar asosida shakllanadiki, bu narsa odatiy ongdan farqli jihati barchada bir xil bo'ladi, chunki aynan mana shu narsa keltirilgan paytda odatda, masalan, psixologlar yoki tergovchilar yoki boshqa jihatdagi shaxslar aynan ma'lum bir o'sha belgilangan tizimlar yoki qaysidir ma'noda ustozlari yoki shu yo'nalish bo'yicha ta'lim olgan dargohlarda o'rgatgan bir ilmlari natijasiga mana shu jarayonga nisbatan, demak, o'zlarini pozitsiyalarini saqlaydilar. Odatiy ongning shakllanish jarayoni, masalan, ba'zi bir xalqlarda o'sha o'zini xalq donishmandligi natijasiga ta'siridan shakllanadigan bo'lsa, ba'zi birlarda esa bu narsa an'anaviy urf-odatlardan shakllanadiki, odatda bilamizki, masalan, qishloq hududlarda yashaydigan yoki chekka hududlarda yashaydiganlarda mahalla instituti natijasida, ya'ni mahalladagi o'sha donishmandlarning ta'siri natijasiga deyarli barcha fuqarolarga bir xil yondashgan holda o'ziga xos bir urf-odatlar yoki o'ziga xos an'analar shakllantirishga harakat qilinsa, boshqa jihatdan qaraydigan bo'lsak, bu narsa shahar sharoitida kam ko'zga tashlanadigan holat hisoblanadi. Chunki bunda aynan shahar sharoitida bilamizki, ko'pchilik o'zini shaxsiy turmushi bilan band bo'lgan yoki ishi bilan band bo'lganligi uchun bu narsalarga kamroq shahar sharoitida ko'zga tashlanadigan holat hisoblanadi. Ikkinchi jihatdan qaraydigan bo'lsak,
ma'lum bir turmushdagi qoidalar yoki ma'lum bir tabiatni kuzatish natijasiga vujudga kelgan bilimlar, hattoki a, ma'lum bir uydirma hamda noto'g'ri qarashlarga nisbatan insonlarning munosabatlari ham ularning ongining shakllanishiga sabab bo'ladiki, bilamizki, masalan, ba'zi bir insonlar shahar sharoitida yashaydigan odamlarda anchagina bunday bir uydirmalarga nisbatan o'ziga xos bir immuniteti bo'ladigan bo'lsa, qishloqda odamlar esa sodda bo'ladi deyiladiki, ularda bunday bir uydirmalarga yoki noto'g'ri talqinlarga nisbatan yoki ma'lum bir firibgarliklar yoki boshqa holatlarga nisbatan tushib qolish holatlari bo'ladiki, bu narsa albatta insonlarni mana shu odatiy ongini shakllanish bilan qiyoslanadi. Aynan odatiy ong shakllanayotgan paytda o'z navbatida ongsizlik jarayoni ham u bilan uzviy jarayon sifatida paydo bo'ladiki, bunda ma'lum bir fenomenlar, ya'ni his-tuyg'ular yoki tajribalar orqali paydo bo'ladigan bir hodisalar ularga mana shu jarayonlarga nisbatan o'zini harakatini qay darajada ko'rsatishga demak yo'nalish ko'rsatadiki, ba'zi bir hollarda esa insonlar ongsizlik holatida ham ma'lum bir ishlarni amalga oshirishadi. Bunda masalan ba'zi bir insonlar bilamizki, tush ko'rish jarayonida ham masalan harakatlanishi mumkin yoki kimdir yig'lashi mumkin, kimdir ongsizlik holatida turib yurishi mumkin. Hattoki ba'zi bir insonlar esa ma'lum bir o'zlari hayotda qilmagan harakatlarini ongsizlik holatida amalga oshirish ham mumkin bo'ladiki, ba'zi bir jarayonlarda bilamizki, aynan mana shu holatga nisbatan gipnotik holatlar ham amalga oshiriladi. Bu o'ziga xos bir ba'zi bir jarayonlarda kimdir eslolmaydigan holatda yoki kimnidir hayotida bir og'riqli nuqtalar bo'lgan paytda mana shu gipnotik holatlar orqali ularni ongsiz holatga tushirgan holda mana shu jarayonlar aniqlashtirishga harakat qilinadi. Ikkinchi jihatdan oladigan bo'lsak, fanda avtomatizm degan tushuncha ham mavjudki, bu narsa ma'lum bir faoliyatni uzoq vaqt mobaynida qilish natijasiga insonni ongini ishlatmagan holda avtomatik ravishda shakllanadigan bo'ladi. Buni misol sifatida masalan qanaqadir texnikani boshqarish, masalan mashinani, velosipedni boshqarish yoki qanaqadir musiqa asbobini chalish yoki suzish kabi narsalarda aytishimiz mumkinki, dastlab buni amalga oshirayotgan paytda ongni ishlatgan holda bu narsa o'rganilgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan bu narsa insonda avtomatik tarzda, ya'ni o'sha ongni avtomatik holatda ishlash bilan ko'zga tashlanadiki, shuning uchun demak insonda bu narsa avtomatik holat hisoblanadi. Ba'zi bir jarayonlarda insonda ong osti degan tushuncha ham mavjud bo'ladiki, ya'ni ong osti tushunchasida ma'lum bir jarayonlarni amalga oshirishda insonni o'zi bilib yoki bilmagan holda o'sha narsani qila olishini bilishi. Aslida buni masalan inson qilmagan bo'ladi yoki o'sha narsa haqida ma'lum bir mahoratga ega bo'lmagan bo'ladiki, lekin o'sha narsani bajara olishini bilishi yoki kompyuterda masalan kimdir klaviaturaga qaramagan holda yoki ba'zi bir insonlar bilamizki, kitob o'qiyotgan paytda musiqa ham tinglaydi yoki ma'lum bir ishni bajarayotgan paytda boshqa ish bilan ham band bo'ladiki, bunda aynan avtomatizm holati ong osti bilan birgalikda ishlaydiki, mana shu jarayonda demak ongsizlik insonni demak muayyan harakatlarni boshqarishi ham mumkin bo'ladi, hattoki muayyan tarzda ongga ham ta'sir etishi mumkin bo'ladiki, aynan bu jarayonlarni demak tushunish bugungi kunda ham murakkab bir holat sifatida ko'rsatiladiki, chunki ong ostini boshqarish eng murakkab jarayonlardan biri sifatida izohlanadi. Inson albatta birinchi navbatda o'zini o'zi anglashga harakat qiladiki, bu jarayonda ma'lum bir faktorlardan o'tgan holda yoki ma'lum bir jarayonlarda ishtirok etgan holda yoki fikr yuritgan holda yoki ruhan mana shu jarayonlarda kechirayotgan holatda qaysi holatga o'zini qobiliyati borligini bilish. Bu narsa kerak bo'lsa, o'sha demak kasb tanlash jarayonida yoki ma'lum bir jarayonlarda o'zi uchun kerakli narsani yoki kerakli insonni yoki kerakli bo'lgan bir holatni anglash jarayonida ham ko'zga tashlanadiki, bunda ma'lum bir o'sha subyektlarni yoki ma'lum bir ijtimoiy guruhni yoki ma'lum bir tashqi ta'sirlarni natijasida ham buni to'g'ri baholash natijasi vujudga keladigan holat sifatida izohlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, dastlabki davrda bolalar boshqa bir insonlar tomonidan ma'lum bir tasavvurlar yoki ma'lum bir jarayonlar sifatida unga singdirilgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan inson bu jarayonlarni asli qanday ekanligini, ya'ni real haqiqat nimadan iborat ekanligini tushungan holda
haqiqiy o'z-o'ziga nima kerakligini anglashi yoki mana shu jarayonlarga nisbatan real tushunchalarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladiki, odatda masalan yosh bolalar bilan suhbat jarayoni ham ular haqida kimlardir aldashi mumkin yoki kimdir unga nisbatan uni demak boshqa g'oyasini paydo bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin bo'ladi. Ong shu jihatdan oladigan bo'lsa, demak psixik imkoni o'ziga xos bir yuksak shakli hisoblanadiki, bunda aynan mana shu psixikani shakllanish jarayoni demak ma'lum bir jarayonlarning aynanlashtirilishi uchun asos bo'lolmaydi. Bu psixika jarayoni hayvonlarda ham mavjud bo'ladi. Bilamizki, hayvonlar ma'lum bir jarayonlarga nisbatan o'zlarining harakatlari doimiy ravishda mana shu shakllangan psixika natijasi bo'ladiki, buni demak ularning ongliligi emas, balki psixikasi mana shunaqa tarzda shakllanganligi bilan izohlashimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham ong faqatgina insongagina xos bo'lgan xususiyat sifatida izohlanadiki, uni qay darajada shakllanishi yoki qay holatda qanday tarzda aks berishi esa albatta insonni o'tgan yo'li yoki o'sha olgan ilmi yoki o'sha jarayondagi o'zini holati bilan izohlanishida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Albatta bu mavzuyimiz haqida kelgusi darslarimizda sizlar bilan yana suhbat olib boramiz. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.